Yo, men salom do'stlar. Sizlar bilan men Joyzor. Bugungi videomizda biznesmen hayoti ikkinchi qismini olamiz. Qani bo'lmasa boshlaylik. Mana bo'lay. O'tgan qismda mana shu uyni qurib olgandik. Endi bu qismda bilmayman nimalar qilamiz. Balkim oyna qo'yarmiz avvallar. Bitta biznes topdim. Mana buni qaranglar. 4 ta beryapti. 4 tadan 8 ta beryapti. Bolalar вообще-то lifehack. Ish kirib ko'ringlar. Kimga shu narsa kerak bo'lsa. Qani bu menda buncha pullar bor. Mana shuncha pul bor menda bolalar. Hozir hisoblaymiz. Hisob kitob qilamiz. 4300 dollar. To'xtaylar. Hisob kitob qilib oling. Egarchi mana shuncha bor bolalar. Ketdi. Hisob kitob qilmaysa. Bolalar siz shamollaganman. Salom sotuvchi. Salom. Mana shu uyni sotib olish niyatim bor bolalar. Buni qaranglar, tikka mana shunday. Mana bolalar. Tanvori. Mazza. Ketdi endi. O'zimizga uy sotib olamiz. O'zimiznikini sotamiz bolalar. Ovqat sotib olaydi. Ey sotuvchi, nima deysan? Go'sht necha dollar? Steak 2 dollar, nargisi 1 dollar. Mayli. Steakni olamiz. To'xtaylar, 18 ni to'xtaylar. 20, 40. 40 dollar solib ketaman. Mayli. 10, 20, 30, 40. Soldim. Mayli. Nima qilamiz endi? Anu uy sotib olmoqchi edik. Tabaqlashganlar. Gadoylarning boyi bo'ldik biz bolalar. Yo'q. Mana shu uyni olmoqchiman. Buzib tashlayman. Ketdim. Voy. Bolalar uxlab turib keyin qaytamiz. Mana bolalar turdim. Endi ana uyni sotib olamiz. Keyin boramiz. Oltani yo'qotaylik.
Ey sotuvchi, maniysan? Ana qasrga o'xshaydigan uy boru. Ha. O'shani sotib olmoqchiman. Necha dollar? $3000 deb yozib qo'yibdi-ku. Mayli. $3000 men bu yerga solaman. Mayli. Bola sotib oldik. Bu nechi? Voy. Nechtasini tashlab yubordim? 51 ta. To'xtanglar, bunaqa qilamiz. Bular meniki emas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Sotuvchi soldim. Mayli, uy seniki endi. Bola, uy sotib oldik. Mama. Qo'ylarni oldirib tashlayman. Endi uyimni sotaman bola. Mana. Nima chiqmayapti bola? Keyin qilamiz. Hozir endi hamma narsani olishim kerak. Mana bola boyagina skate o'ldirdim. Asl narsalari. Shuni deyman-da. Bu yerda yana dollar bor ekan. Hech qisi yo'q. Ketdi. Eshikni ham almashtiramiz. Mana bu yerga mana blok qo'yib ketamiz. Mana. Chiqsa bola sotilaveradi. Necha dollar deymiz? Xo'sh. $900 deymiz buni. Qani endi bu? Mana. $900 ga sotamiz. Eshikni qulflab chiq. Ketdi yangi uyga. Ovqatimizdan muammo yo'q. To'xtanglar. Bu yerga. Mana. Ketdi. Tom. Chiqadim. Boshimdan sinib ketdi. Ko'rdinglarmi bolalar, boshim shunchalik qattiq. Voy. Qanaqa olib chiqaman bu yerga? Mana tosh. Endi bunga zina qilish kerak. Voy. Mana bunaqasiga. Xo'sh. To'xtanglar, hozir uyga kirib chiqdik. Mana mabitlarni olamiz. Orqasi ochiq turgan ekan mana. Mana qo'yib qo'yamiz. Betga nimalarni qo'yamiz? Buni. Bitta sandiq qo'yamiz. Mana endi bu yoqqa ikkitali sandiq yo'q. Emas. Buni 3-etajga qo'yamiz. Valla kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Yaqinda 100 tadan oshdik. Keyingi maqsad 200 ta bo'lish bolalar. Sizlar badishkalarni bilan o'tamiz, shu 200 ni ham rekordini buzamiz. Nima qilmoqchi edim? Mana bu yerga
Açtı. Yine eshikni almashtiramiz. Qotib qoldi. Mana bunaqasiga qo'ymoqchiman. Mana bunaqasiga. Ana tosh bormi? Mana bu yerga mana bunday qo'ysak normalniy. Mana bularga allaqayerdan qo'yamiz hozir. Tosh yo'qmi endi? Voy. Nima deyapsizmi endi? Mana bunaqalarni olamiz. Yo'qolay jitel. O'ldiraveraman. Uyga kelmoqchi bu jin. Mana. O't. Eshikni qaraylar. Mana uyimizdan uy bo'ldi. Mavitlarni ham to'g'rilab chiqaman. Not olmadan. Mana yerga. Mana. Bitta blok etmay qoldi. Xunuk bo'lib qoladi-yu.